Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan biz Neoline antiradarini yangilashni ko'rib chiqamiz. Telefon orqali bazasini yangilab turish kerak har oyda. Bunga bizga bu uchun Play Marketga kirib shu yangilash uchun kerak bo'ladigan programmani skачать qilib olishimiz kerak. Bu programmaning nomi Neoline Connect Wi-Fi deb yozamiz poyestga. Neoline Connect Wi-Fi deb yozamiz poyestga. Demek qidirib topdik. Mana birinchisi Neoline Connect Wi-Fi deb tanlaymiz. O'rnatishni bosamiz. Eslatib o'tamiz, bu aynan 9700 yoki qanaqadir modellar uchun emas, bu hamma modelga tushaveradi mana shu programma. Qaysi radaringiz Wi-Fi orqali ishlasa, mana shu programmani skачать qilib olasiz. Hammasini programmasi bir xil. Demak, ochamiz. Programma ruxsat beramiz. Demak, endi antiradarimizni Wi-Fi'ni yoqishimiz kerak biz ulanishimiz uchun. Demak, antiradarimizda Wi-Fi yoqish uchun menyuga kiramiz. Menyu tepada o'ng tarafdagi tugma. Menyuga kirganimizdan so'ng Wi-Fi'ga kirib, mana o'rtani bossak, выключить bosamiz, OK ni bosamiz. Pastdagisi OK bo'ladi tugma, chap tarafdagi tepaga pastga tushadigan tugma hisoblanadi. Demak, o'rtani bosamiz, OK ni bosamiz. Wi-Fi'mizni yoqib olamiz. Neoline Connect tepada turibdi, bosamiz. Demak, paroli o'zi 1 dan 0 gacha bo'ladi. Yana ham masalan bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha boyagi настройкаga kirib, Wi-Fi'ga kirib, o'sha включить, выключить tugmasida o'sha parolni nomi turgan bo'ladi, bo'lsangiz bo'ladi. Mana pastni bosasiz, OK ni bossangiz, mana parolimiz kelib chiqadi. 1 dan 0 gacha. Avvalo sizniki boshqacha bo'lishi mumkin. Yana ham ko'rib oling agar ulanmay qolsa. 1 dan 0 gacha. Parolni telefonga teramiz, ulanib olamiz. O'zi parol terganimiz avtomatik ulanadi. Mana ulandi. Ulangandan so'ng programmaga kiramiz. Programmaga kirganimizdan keyin mana uppdagi Enter o'rtadagini bosamiz. Skачать qilib olish uchun. Startni bosamiz. Yes. Demak, boshlandi mana skачать qilishi. Skачать qilyapti. Hamma narsani o'zi avtomatik qiladi, o'zi skачать qiladi, o'zi o'rnatadi. Mana o'zi o'rnatyapti hozir. O'rnatib bo'ldi. Endi 3-pog'onasi qoldi. 3-pog'onasini ham o'zi qilyapti. 3-pog'onasida o'sha skачать qilib olgan narsani o'ziga o'zi o'rnatadi. Boshlandi, mana o'rnatishni boshladi. Bo'ldi, o'chirmang deyapti. Mana ruscha, sizda ruscha bo'lsa ruschalab aytadi, inglizcha bo'lsa inglizcha aytadi. Iltimos, o'sha telefonni yoki shu antiradarni o'chirmang, aks holda programma o'tib yuborishi mumkin deb ogohlantiradi. O'chirmasligingiz kerak. Shuning uchun ikkalasi ham yoniq turishi kerak. O'ziga o'zi o'rnatib bo'lgandan keyin avtomatik yana antiradarimiz yoqqaningizda qanday yongan bo'lsa yonadi o'sha. O'rnatib bo'ldi, demak mana antiradarimiz yonyapti. Dimiq etdi.